qaysing vaqtiki masruf bo'lib to'xtagan bo'lsa bochasi bilan piyozdoq qo'yib ketmasin deb yog'ini siz taylagan bo'lsangiz, ro'pini siz taylagan bo'lsangiz, hamkorlashgan bo'lsangiz, qaysi shunchokka ishimiz qilib biz? Qaysi biz vaqtiki boshqa o'y bilan masruf bo'lganda sifirkini qo'limizga olib havlini sifiri biz qaysi biz qilganmiz? Yakunu fi mehnati ahlihi, xonodani mehnatiga hamkorlashib xonodaga birinchi qilayotgan ishlari va qurboni bo'lsam rasuli xudoni va yafli thawbah va kolalari yirtilgan suratlariga eginani olib o'zlari tikaydilar. Tarixga bir tang sobit qilinglar, ko'rsatinglarki sohib vaskartim yirtilgan pillasiga yo kolam mushkul topgan pillasiga bachalarning onasi masruf edi o'zim tikinman desangiz, hech qaysi biz qilganimiz yo'q. Sohib xotinni olib nima qilasan? Sohib o'ylak xotinga masraf qilib biz bu chiki nima bo'ldi? Vaqtiki kolani ham bizlar tikkiday bo'lsak, kolani ham men o'ttiqiday bo'lsam, kola sho'ylikka ham men borgiday bo'lsam, va yahlubu shatah. Oysha Siddiqa onamiz aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biran vaqt o'shkilarni qo'ylardan o'zlari sag'aydilar. Inakki o'ylariga bog'lalgan uni ham o'zlari sag'aydilar. Sohib inakni tagiga bizda kira olmaymiz. Bahotirki tepadagi tamom a'zoy badanimni zaxm qiladi. Seni 10 yil ichiga bu inak bir dafa ko'rgan bo'lmasa tagiga ma'lumdorki seni begonam o'g'rimi deb tepadi degan. Sen bir haftaga 2 dafa familingni oldiga to'xtagan edi, shoxginasini ushlab to'xtagan edi, famil saqincha yo familni qo'li masruf bo'lgan pillasiga o'zing qo'lingni bilan ko'tarib gavdoshani baystilo yeltkin edi, tagiga qani seni tepamaydi, tepmaydi. Sohib familimni kolasini kiyib bordim, qarslarini boshimga taylab bordim, ismdan bilib tepdi deydi. Seniday zolimni hayvon nimadi, devor ham tepadi beg'am-bor. Shuncha o'tga xonodaga sen qachon hamkorlashibsan? Muoshara, oila a'zo xonoda bilan zindalik qilmoqda aytadi. Shuni bahsiga bir hadis aytdilarki, millatning ichiga eng yaxshi tarin kishini bizlarga ma'rifi qildi. Bizlarning zehnimiz vali xudoga ketadi. Shu vali xudo shayt yaxshi bo'lsa millatning ichiga, ulamoi dinga ketadi, tahsil kardalarga ketadi. Ayni shakl kasiki sajjodasi qo'liga bo'lsa, o'sha joy namozi qo'liga bo'lsa, tasbisi ham qo'liga bo'lsa, o'shanga zehnimiz ketadi. Shoyat millatning ichiga xayr kishi shu bo'lgidek bo'lsa, Hazrat Rasuli Girom aytdilarki, muoshara va zindalik oila a'zo bilan qilishlikka bo'lay emasdi, balki bir kishida. Kim xayrukum li ahlihi, sizlarni eng yaxshilaring Xudoni oldiga famili bilan yaxshi bo'lgan kishilardir. Va ana xayrukum li ahlihi, va meni payg'ambar ham behtarin salaman, bahotirki familimga yaxshilik qilganligim.